Xonanda Munisa Rizayeva o'zining Instagram sahifasiga yangi video post joyladi. Unda san'atkor barcha muxlislarni Yangi yil bilan samimiy tarzda tabrikladi. Munisaning so'zlariga ko'ra, bu yil ular Yangi yilni O'zbekistonda emas, balki Dubay shahrida kutib olishgan. Xonanda bayram qanday o'tgani haqida ham ochiqchasiga gapirdi. Uning aytishicha, boshqalar Yangi yilni qanday va qayerda nishonlaganini bilmasligi, biroq o'zlari bayramni sokin, oilaviy muhitda o'tkazishgan. Kim bayramni qanday kutib olganini bilmadim, lekin biz uyda kutdik. Xo'jayinim va o'g'lim uxlab qolgan. Men esa televizor ko'rib Yangi yilni qarshi oldim. Menimcha, bizda haqiqiy Yangi yil bugun bo'lsa kerak, deya kulimsirab qo'shimcha qilgan xonanda. San'atkorning bu samimiy va sodda bayram lahzalari muxlislar tomonidan iliq kutib olindi hamda ko'plab tabriklar, tilaklarga sabab bo'ldi. Xonanda Munisa Rizayevaning muxlislari videoga layk bosishni unutmang.